Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Kecha bo'lib o'tgan laparoskopik simultan, ya'ni bir vaqtni o'zida ikkita operatsiya bajarilgan bemorim to'g'risida informatsiya bera olmadim. O'sha haqida gapirib o'tmoqchiman. Juda ham qiziq case. Demak, bemorim 32 yoshdalar. Ular menga murojaat qilganlarida ularda o'sha qorin pastidagi og'riqlar, hayz siklini biroz uzayishiga, ko'proq qon ketishiga, keyin qindan noxush hidli iringli ajralmalar kelishiga murojaat qilganlar. Bemorni tekshirganimda o'sha bachadon bo'ynida kolposkopik eraziv soha aniqlandi. U kontakt qona edi va pap mazok VPCh ga tekshirganimizda VPCh, ya'ni inson papilloma virusini eng xavfli 18 va 16 podtiplari musbat chiqdi. Shuningdek, bemorda pap mazokida ham displaziyani 2-darajasi chiqdi. Aytib o'tganimdek, bemorda o'sha surunkali kasallik hisoblangan adenomioz kasalligi bor edi, lekin bemorga o'sha 32 yoshligini inobatga olib, men birinchi etapda yallig'lanishga qarshi terapiyani o'tkazganimdan keyin potensirlashgan, ya'ni yengil narkoz ostida bachadon bo'ynini konizatsiya amaliyotini taklifini berganimda, bemor o'sha turmush o'rtoqlari bilan, yaqinlari bilan kelib bachadonni to'liq oldirish bo'yicha juda ham qat'iy fikrlarini bildirishdi. Albatta, adenomiozi o'sha bularda keskin, hali hech qanday gormonal terapiya boshlanmasdan turib olib tashlashi, men suhbat mobaynida qanchalik ugovoriz qilsam ham, bularda oilaviy kanserofobiya holati bor ekan. Bu ya'ni bemori kelajakda rak bo'lib qolishdan qo'rquv kasalligi hisoblanadi. Bu ham bekordan bekor paydo bo'lmagan, chunki bemorlar o'sha turmush o'rtog'i tomonidan bir nechta onkologik yaqin insonlarini onkologik kasallik bo'yicha vafot etganlari kuzatilar ekan. Va eng ahamiyatlisi, bemorda o'sha farzandlari bor, reproduktiv funksiyani men tugatganman. Misol opa, ularda juda ham o'sha gepatit C ni biroz agressiv ketishi bor ekan, ya'ni ularda gepatit C virusi ham yuqqan ekan. Ularga tug'ruq bajarish ham mumkin emas ekan. Har qanchadir muddatda gepatit C ni, ya'ni o'sha gepatit C ga qarshi yo'naltirilgan davoni olib turar ekanlar. Demak, bemorda suhbat mobaynida qaratilgan bachadonni saqlab qolish suhbatidan keyin, bemorni o'zi turmush o'rtog'ini qat'iy turib olganlaridan keyin, ya'ni bachadonni to'liq olib tashlash turgandan keyin, bemorga men laparoskopik usul bilan olib tashlash, ya'ni tuxumdonlarni tegmasdan turib, shtop kelajakda ularda klimaks bo'lmasligi uchun va bemorda tug'ruqlar oqibatida qin devorlarini keskin tushishi, qin kirish qismini, ya'ni dahliz qismini keskin razrivlar bo'lganligini inobatga olib, одновременно vaginoplastika amaliyotini ham taklifini berdim. Bemorimiz rozi bo'ldilar va bitta narkoz ostida laparoskopicheskiy bemorga bachadonlarini olib, tuxumdonlarni qoldirgan holda va ikkinchi etapda qinni o'sha birlamchi o'zini holatiga qaytaruvchi rekonstruktiv plastik amaliyotni bajardik. Bemorimiz o'sha ertalab o'rnlaridan turib yurib, ovqatlarga kirib, o'sha Xudoga shukr aktivlar. Bemorga atigi 1-2 kun kasalxonada bo'lish tavsiya etiladi va javob beriladi. Demak, oxirgida xulosa qilib aytganimda, kanserofobiya bu insonni o'ziga bog'liq bo'lmagan holda onkologik kasal bo'lib qolishdan qo'rquv ruhiy holat hisoblanadi. Bu narsani inson har bir o'zida kechayotgan organizmida jarayonda menda onkologiya bor deb doimiy qo'rquv bilan yashaydi. Lekin mana shunaqangi случайlarda bemorda boshqa takliflarni berganingizda ham
rozi bo'lmaganda albatta ularni istagi inobatga olinadi. Tajribamda demak shunaqangi holatlar ham kuzatiladi.